Xo'sh, qani ko'raylik-chi. Voy! Nimalar qilding? Qiz bola bo'lib qopsan-ku sen. Voy rostdan ham. Kelganingda yaqinda mana bu qindevorlar chiqib yotuvdi-ku, rektatseli, sistatseli, peshab ushab turolmaslik, mышцаларing bo'sh ilvirab yotuvdi-ku. Nima qilding? Boshi zo'r bo'lib qopti. Asan shamollashingga men lecheniya yozib beruvdim, lekin men yozgan lecheniya bunaqa qilib bera olmaydi. Trenirovkani qilganimga natijalar ko'rishni boshladim. Ha, qayerga bording? Fitness zalga bordingmi? Press qildingmi, nima qilding? Men ham boshida fitness zalga chiqmoqchi edim, lekin men muammolarim toza mushaklari bilan bo'lgani uchun aynan toza mushaklarini mustahkamlab berishga yordam beradigan ekspert topib, ularning intim gimnastika kurslarida qatnashdim. Nima? Voy, men ham xolamanman unaqa trenirovka qilib, hamma organlarni joyiga chiqarib, chiroyli qilib, tug'magandek bo'lib olishni. Men Go'zal Uralovnaning avtorlik kurslarida, aynan Go'zalim nomli trenajyorlik kurslarida qatnashdim. O'sha siz aytgan natijalarga chiqdim. Yana eng zo'richi kursi pulini ichiga ham trenajyorni berar ekanlar, ham katta o'zlarining avtorlik kurslarini berar ekanlar, ham zo'r bonus darslarni berar ekanlar, ham sog'lig'im tiklandi, ham o'zimni turmush o'rtog'imdagi hayotimda zo'r yengilliklar bo'lib, yana ham baxtliroq bo'lishimga yordam berdi. Menimcha patsientlarimni oldilariga yuboraman bo'lmasam, natijani o'zim ko'rdim, menga yoqdi. O'zim ham shug'ullanmoqchiman. Faqat ishli odamman-ku, bilasan, onlayn darslari bor bo'lsa kerak. Shu videoni tagiga kurs so'zini yozib qoldiring. Sizga kurs haqida batafsil ma'lumot direkt yetib keladi.